Hammaga salom. Bugun ingliz tilida raqamlarni va soatni qanday aytishni o'rganamiz. Qani bo'lmasam boshladik. Demak, birinchi bo'lib 1 dan 10 gacha bo'lgan sonlarni ingliz tilida qanday aytishni o'rganamiz. Okay. Demak, ingliz tilida 1, degani 2 esa 2, 3, 3, shu zaylda 4, 5, 6, 7, hop, menimcha raqamlarni juda ham ko'p misol keltirib yuborishim shart emas. Hop, 1 dan 10 liklarga, ya'ni 2 xonalik sonlarga o'tamiz. Demak, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 13 dan buyog'iga teen qo'shimchasini qo'shib ketamiz agar ahamiyat bergan bo'lsangiz. Hop, buyog'i shunday davom etadi va endi 20. 20, Okay, endi 20 dan hop 100 gacha shunday davom etadi. Ya'ni T qo'shimchasi qo'shiladi. Endi soatlarni aytmoqchi bo'lsangiz va agar soat 00 da turgan bo'lsa, misol uchun 5:00 da bo'lsa, it's 5 o'clock deymiz. Yoki 5:15 da turgan bo'lsa, 5:15 deymiz. 5:14 da turgan bo'lsa, 5:14 deymiz. Biroq siz rasmiy gapirmoqchi bo'lsangiz, half, ya'ni 30 da, birdan shunday iboralarni aytaman. Half 30 da, past 30, quarter 15 da, ya'ni chorak, chorakam deymiz va to, takam. Misol uchun 10 past 5, ya'ni 5 dan 10 da o'tdi. Ko'ryapsizmi? 5 dan 10 o'tdi. Ya'ni biz rasmiy gapirmoqchi bo'lsak, doim birinchi minutini gapirib aytamiz. Yoki biz 2 takam 2 demoqchi bo'lsak, 2. Quarter past 5 esa 5 dan 15 da o'tdi. Do'stlar, afsuski shu joyda tugatamiz. Sizlarga esa uyga vazifa qilib, Telegram kanalimdagi testlarni ishlab keling.